色文化，传承红颜精神。天山青松更连根，各族人民心连心。天山青松更连根，民族团结一家亲。天山青松。Abdunum rayonluq partkom 4 көздіп тәкшіріш корпусының Онсу нахиясының көздіп тәкшіріш тоғрысыдaki umum muxtarışı. Abdunum rayonluq partkomның bir tutaş orlaştırışıga asasen Abdunum rayonluq partkom 4 көздіп тәкшіріш korpusu 2023 yılı 3 ayının 18 günüdün 5 ayının 20 günügece Onsu nahiyasiga qarta daimlik көздіп тәкшірішni qanat yaydırdı. Münasibetlik işler tövendikçe umum muxtarış qılındı. Birinci, көздіп тәкшіріш nazarat qilishning muhim nuqtasi. Xi Jinping'in yeni davr sosyalizm Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yaxshimsizlar? Yaxshimsizlar. Bugun 2023-yili 5-oyning 15-kuni dushanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 3-oyning 26-kuni. Xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bugungi xabarlarimizning muhim mazmunlari tuvandikcha. Mashhuriy Abdunum rayonluq bosh tema tarbiyasi rahbarlik guruhining yig'inida cho'nqur tekshirib tadqiq qilib tuzashni yanada kuchaytirib, bosh tema tarbiyasini cho'nqurlashtirish, puxtalashga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz yig'inga qatnashdi. Mashinroy O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik sho'yanida tekshirib tadqiq qildi. Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Erkin Tunyaz Ili Qozoq Abdunum oblastida tekshirib tadqiq qildi. Şinjanning 645 milliard 860 million kilowatt soat toki sirtqa yetkazildi. Bu butun mamlakatdagi 1 milliard 400 million odamning 200 kunlik tok ishlatilish miqdoriga barobar. Dunyo bo'yicha eng cho'ng zich qoram toshliq neftlik Xinjiang neftlik shirkatining Manas ko'li neftligi burg'ulash sur'atini teziltib, neft tabiiy gaz elishga kuchli turtki bo'ldi. Endi tafsiliy mazmunlarni ko'rsatamiz. Abdunum rayonluq Xi Jinping yangi davr Cumhuriyetçi sosyalizm ideyasini ögünüş, izcilaştırış baş temi terbiyesi rehberlik grupusu 5. ayının 15. günü yığın içip, başvucu Xi Jinping'nin yığınqı mezgilde baş temi terbiyesi toğrısıda kılgan muhim sözünün ruhi ve tekşirip tadqiq qilish toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunqur ögünüp ve izcilaştırıp, merkez baş temi terbiyesi rehberlik grupusunun toğrı siyasi netice karşı turğuzuş ve onu əməliyyatı körsətişke türtki buluş toğrısıdaki uğurlaştırım taleplerini izcilaştırıp ve əməliləştirip, partiya teşkilatının siyasi funksiyası ve təşkili funksiyasını yanıma küçəytib, məxsus tüzəş xizmətini muhakeme qılıb o'rinlashtirib, Abdunum rayonimizda baş temi tərbiyəsini üziksiz çukurlaştırışqa və puxtalaşqa turtki bo'ldi. Abdunum rayonluq partiya komitetining shujisi, Abdunum rayonluq baş temi tərbiyəsi rəhbərlik qrupusunun başlığı Maşinroy yığınğa riyasətçilik qildi hamda söz qildi. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Abdunum rayonining raisi Erkin Tunyaz, Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Bingtonning Zhangwei Li Yifei, Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi Zhang Chulin Xijongyu yig'in qatnashdi. Baş temi tərbiyəsi mərkəz 15. yetakçilik qrupusunun muavin başlığı Shaolin və yetakçilik qrupusunun əlaqədar əzaları sillıq şəkildə yığın qatnashdi. Zhang Zhu, Tian Xiangli, Wang Mingshan, Wang Jianxin, Elzat Ahmedjan, Qadın Kabin, Merdan Muqit, Du Hongyan. Abdunum rayonluq baş temi tərbiyəsi rəhbərlik qrupusunun əzaları, səyyar yetakçilik qruplarının məsulları, işxanasidagi əlaqədar yoldaşlar yığın qatnashdi. Yığında Abdunum rayonunun baş temi tərbiyəsi davamında kadrlarının istilini tüzütüş, ticaret soğudu muhitini yaxşılaş, ekologiyalik muhitini qoğdaş, su baylıqıdan tücübilik paylanış qatarlıq tərəflərdə saxlanğan məsələlərini məxsus tüzəş doğrusudaki yoluğa qoyuş layihəsi muhakimə qılındı və qarab çıxıldı. Maşinroy munularını görsətdi. Xi Jinping yeni davr Cumhuriyetçi sosyalizm ideyası arqılıq qalibni mücəssəmləş, ruhni tavlaşda çiң turuş, baş temi tərbiyəsinin qanat yedirişdə cəzmən çiң tutuduğan ən muhim vəzifə. Şundaqla cəzmən uzaqça puxtu tutuduğan strategik vəzifə. Toluq egalləşdə çuңqur ögünüş toluq o'zlashtirishni ishga oshirishda ching turib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirish ideya asosini uzluksiz mustahkamlash kerak. Umumyuzlik o'rganish sistemini egallashga kuchab, kundalik turmushga singdirish, doim o'zlashtirish jarayonida amaliy unum qo'g'ilishib, haqiqiy o'rganib, haqiqiy ishlatib, Xi Jinping yangi davr Cumhuriyetçi sosyalizm ideyasini siyosiyda, ideyada, nazariyada, hissiyotda qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirib, ideyada, siyosiyda, harakatda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni qilcha yig'ishmay saqlash kerak. Masala yo'nalishida tekshirib tadqiq
qilishni keng avj oldirishda chong turib, abadiy amallikka munosabatlik negizlik, ulluq, uzoq mazgillik masalalarni kuchab hal qilish kerak. Bosh shoji Xi Jinpingning tekshirib tadqiq qilish to'g'risidagi muhim bayonlarini o'rganish izchillashtirishni tekshirib tadqiq qilishga boshdan oxir singdirib, diqqatni 2-chi qitimliq, 3-chi qitimliq markaz Xinjiang xizmati suhbat yig'inining ruhi va bosh shoji Xi Jinpingning Xinjiangni ko'zdan kechirgandagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhiga markazlashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, cho'nqur qatlamliq ziddiyat, oshqushliq omil, tuzum xarakterlik masala, bo'libmi qiyin masala, besilib qolgan delo, jahil koni kasalni zid cho'rdab, muhim nuqtaga gavlandirib, cho'nqur tekshirib tadqiq qilib, birma-bir ratlab, tizimlikni oydinlashtirib, masalalarni kuchab hal qilib, qiyin masalalarni yechib, abadiy amallikka foydali tub o'zgarishni amalga oshirishga turtki bo'lish kerak. Sistema qarshida taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda cho'ng turib, islohot taraqqiyot muqimlikdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlash kerak. Qiyin masalalarni butun kuch bilan yechib, taraqqiyotni ilgari surib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Xinjiangning rayon o'rni va energiya boyligi afzalligini mavqe qilib, Xinjiangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilib, Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayonni qurilishini teziltib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish kerak. Xavf xatarning butun kuch bilan oldini olib, muqimlikni qo'g'dab, har qaysi sohalardagi zo'r xavf xatar yoshirin xavfning unumlik oldini olib va uni tugatib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyali bexatarlikning yaxshi ham turtkiligini tirishib amalga oshirish kerak. Butun kuch bilan amaliy ish qilib, xalqni g'amdan xalos qilib, ammo eng ko'ngil bo'ladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalalarini yaxshi hal qilib, amaliy ish, yaxshi ishni haqiqiy yaxshi qilib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga texim yaxshi naf yetkazish, al qalbini mujassamlashga turtki bo'lish kerak. Nochilarga tegishga jur'at qilish, qattiq tekshirish, tuzitishda chong turib, masalalarni tadqiq qilish, hal qilish orqali xizmatlarda yangi vaziyat yaratish kerak. Masalalarni tuzitishni bosh tema tarbiyasiga boshdan oxir singdirib, nazarga o'rganishda tekshirib o'tirg'i qo'yilgan masalalar, tekshirib tadqiq qilishda bayqalgan masalalar, taraqqiyotga turtki bo'lishda yo'liqqan masalalar, ommaning inkosi kuchlik masalalardan o'zini qochirmay, yo'shirmay, bosh tortmay, haqiqatni amaliyotdan izlab, qiyinchilikni yengib ilgirlab, masalani ko'zlab berib, masalani izlab mengib, masalaga qadilib o'zgartib, amaliy masalalarni hal qilish davomida jungocha zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyatiga turtki bo'lishda yangi bosish hosil qilish kerak. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Mashinri 5 oyning 15 kuni O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik sho'yanida tekshirib tadqiq qilib, sho'yaning boshqaruvchilari va jungoliq chet ellik mutaxassislar bilan suhbatlashib fikr almashtirib, aloqador masalalarni moslashtirib hal qildi. Aloqador tarmoqlardan va yerlikdan mulozimat kafolatini kuchaytirib, sho'yanning texnik yaxshi taraqqiy qilishini birlikda ilgari surishni talab qildi. Sho'yanning bir balboq bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishni ziz cho'rdab, aqllar ambrining o'zgacha afzalligini haqiqiy joriy qildirib, diqqatini O'rta Osiyo iqtisod hamkorligidagi nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, xizmatlarni qanot yaydirib, O'rta Osiyo rayonidagi davlatlar aro iqtisod almashtirishni ilgari surish, Jungoning aloqador davlatlar bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorlik saviyasini o'stirishni unumli aql farosat madadiga ega qilishini umid qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonluq partiya komitetining muavin shujisi Jang Chunlin tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik sho'yanini O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik mexanizmiga a'zo 11 davlat birlikda tashabbus qilib qurgan. O'rtaq boshqarilgan hukumatlar aro xalqaro tashkilot. U O'rta Osiyo rayonidagi har qaysi davlatlar aro bilimdan hambahir almashtirishni ilgari surish, rayonlarning aloqasini rivojlantirishga Mashinri sho'yanga berib, sho'yaning qurilishi va taraqqiyoti to'g'risidagi tonishtirishni angladi. Ilmiy faoliyatlarni qanot yoydirish, xalqaro almashtirishni ilgari surish, rayonning iqtisodiy hamkorligiga mulozimat qilishga aloqador ahvollarni tafsiliy egalladi. Xizmat rayoniga kirib, jungoliq va chet ellik xizmatchilarning xizmat turmush ahvolini tafsiliy so'radi. To'r bilan amaliyotni birlashtirib, tarbiyalash, ko'p taraflik almashtirish, tadqiqot va muhokama faoliyatlarini beyitish va kengaytirish, rayondagi davlatlar aro iqtisod hamkorligini ilgari surish qatorliqlar to'g'risida cho'nqur fikr almashtirdi. Mashinri suhbatlashish, fikr almashtirish jarayonida munolarni bildirdi. Bu yil bir balboq bir yo'l tashabbusi o'tirg'i qo'yilganligini 10 yilligi. Rais Xi Jinping va aloqador davlatlar boshliqlarining strategiyalik yetaklashida Jungoning O'rta Osiyo rayonidagi davlatlar bilan bo'lgan almashtirishi, hamkorligi sijil cho'nqurilishib, bir balboq bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishda mo'l natijalar qo'lga keltirildi. Yuqori saviyada sirtqa ichib o'tishda chang turib, O'rta Osiyo rayonidagi davlatlar bilan bo'lgan iqtisod hamkorligini kuchaytirish, Xinjiangning Rais Xi Jinpingning Xinjiangni ko'zdan kechirganligi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini izchillashtirish va amaliylashtirishning muhim mazmuni, muhim bilim hamkorlik apparati bo'lgan O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik sho'yani siyosat tadqiqoti, bilimdan hambahirlanish, natijalarni aylantirish jihatda texim cho'ng taraqqiyotni ishga oshirib, oltin xatlik markini yenim julalantirib, rolini texim yaxshi joriy qildirishi kerak. Sho'yanning yaqinda o'tkaziladigan Jungo O'rta Osiyo boshliqlar yig'inini ochqish qilib, taraqqiyot o'rnini yenim aydinlashtirib, diqqatni xizmatning muhim nuqtasiga texim markazlashtirib, yurishtirish andisini ijodiy taraqqiy qildirib, O'rta Osiyo rayonidagi davlatlar aro iqtisod hamkorligining muhim yo'nalishi va muhim sohasini cho'rdab, afzal boyliqlarni to'liq birlashtirib, faol unumli qo'llashini,
echivetish, taraqqiyotni yanada kengaytib, xalqaro almashtirish hamkorlikni cho'nqurlashtirib, Jungo bo'libmi Shinjongdagi oliy maktablar, tashkilotlar, korxonalar bilan bo'lgan aloqa almashtirishni kuchaytirib, ilmiy tadqiqot, turlarni olg'a surish qatorliq jihatlarda amaliy hamkorlikni birlikda qanot yoydirib, Shinjongning Ipak yo'li iqtisod balbog'i bo'yidagi davlatlar bilan o'zaro manfaat yetkazib, tang foyda olib taraqqiy qilishiga kuch qo'shishini umid qilaman. Shinjong sohibxonlik mas'uliyatini haqiqiy zimmaga olib, Shoyuanning taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llab, mulozimat kafolatini yaxshilab, aloqador masalalarni yaxshi hal qilib, Shoyuanning qurilishi, yurishishi, rolini joriy qildirishiga yaxshi muhit yaratib berdi. O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik Shoyuanining mudiri Qobil Julazada munolarni bildirdi. O'rta Osiyo rayon iqtisodiy hamkorlik mexanizmi bilan bir balbaq bir yo'lni birlikda barpo qilishning o'rtaq nishoni bor. Shoyuanimiz afzal rolini faol joriy qildirib, birlashma tadqiqot, hamkorlik ustida suhbatlashish, bilimdan hambahrlanish qatorliq faoliyatlarni qanot yoydirib, a'zo davlatlarning texnik unumli aloqa va hamkorlik barpo qilishini ilgari surdi. Jungo Shinjong o'zgacha rayon afzalligiga ega. Jungoning g'arbga echib etishdagi ko'rik bashi istehkomi va bir balbaq bir yo'l bo'yidagi davlatlarni tutashtiradigan muhim tugun. Shoyuanimiz Shinjongning echib etish taraqqiyot xizmatiga faol qatnashib, aqllar ombiri taraqqiyot munbiri o'tkazib, Shinjongdagi aloqador apparatlar, tashkilotlar va oliy maktablar bilan bo'lgan aloqani kuchaytirib, siyosat mulozimati iqtidorini birlikda oshirib, Shinjong iqtisodining gullanishi, imkoniyatli sijil taraqqiy qilishiga kuch qo'shdi. Qodim kabin qatorliqlar tashrif tadqiq qilishga qatnashdi. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Abdunum rayonning raisi Erkin Tuniyaz 5 ayning 12 kunidan 14 kunigacha aloqa nuqtasi bo'lgan Eli Qozoq Abdunum oblastida Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasini o'rganish, izchillashtirish bosh tema tarbiyasini qanot yedirib, korxona, chegara eg'izi, mahalla, yezi kent, diniy faoliyat so'rini qatorliq asosiy qatlamga birinchi sapga cho'nqur cho'kib, ijtimoiy muqimlikni qo'g'dash, iqtisodni yuqori sifatda taraqqiy qildirish, sirtqa ichib etish, millatlar ittifoqligi, din xizmati qatorliq tekshirib tadqiq qildi. Bosh tema tarbiyasini qanot yedirishni oshkor qilib, yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, taraqqiyot bilan muqimlik, taraqqiyot bilan xalq turmushi, taraqqiyot bilan el qalbining munosabatini cho'nqur tunib, Abdunum rayonluq partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha kamchilikni to'liqlab, ortiqchilikni joriy qildirib, diqqatni muhim nuqtaga markazlashtirib, bo'sish hosil qilib, Jungocha zamonaviylashtirishning Shinjong amaliyotini texnik puxta, unumli olg'a surish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz Qo'rg'as tashol chegara eg'izida avtomobil eksport savdosi miqdori tamojnadan o'tkazishni moslashtirish, tekshirish andisida yangilik yaratish qatorliq ahvollarni tafsiliy egalladi. Jungo Qozog'iston Qo'rg'as xalqaro chegara hamkorlik markazida do'kon asha obort to'plash tarqitish nuqtasiga berib, mol manbasini tashkillash, setish, asha obortining ravonligiga kafolat qilish qatorliq ahvollarni so'radi. Bir balbaq bir yo'l qurilishi fursatini chang tutib, Jungo Qozog'istonning yerlik hukumatlar aro uchrashish, fikr almashtirish mexanizmini mukammallashtirib, ul asihalarni tutashtirish, ravonlashtirish saviyasini yanada o'stirib, obod savdo muhitini tez barpo qilib, chegara eg'izining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz Kangchin Do'rgarlik paychaklik shirkati, Kontyan pan texnika cheklik shirkati, Samonaviy yeziliki pan texnika rayonida pan texnikada yangilik yaratishni yetakchi qilib, savdo orqali savdogar chaqirish, kasb orqali savdogar chaqirishni kuchaytirib, turtkilik roli kuchlik, bog'lanish doirasi keng cho'ng korxona, yaxshi korxonalarni kirgizib va yetishtirib, kasb o'lining oliylashishi, kasb zanjirining zamonaviylashishiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz G'ulji shahri Oltishuar ko'chasi Manzir rayoni, Qo'rg'as Kashlik bozori, Eli Jangjun mahkamasi qatorliq joylardagi tijoratchilardan ixtiyoriy ahvol egilib, mol sotquchilar, sayohatchilardan mol bahosi, bozor ehtiyoji qatorliqlarini so'rdi. Kechilik iqtisodni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, sayohatchilik holatini yanada beyitib, sayohatchilikni taraqqiy qildirish bilan Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirishni zich yo'g'irib, Shinjong hikoyasini yaxshi so'zlab, Shinjong yaxshi joy markasining donqini texmi chiqarish kerak deb ko'rsatdi. Erkin Tuniyaz tashrif tadqiq qilgan mezgilida Qo'rg'as nahiyasi Suydong bozorining Tog'langza janubiy yo'li mahallasi, G'ulji nahiyalik texnik ishchilar maktabi, Chapchal Shiba avtonom nahiyasi, Cho'ng Bug'ra bozori hukumat korxona birlashma ish qo'rlashtirish mulozimat punkti hamda masjid qatorliqlarga berib, oilalarga kirib ahvol egilab fikrlarini anglab, mahallaning omiga mulozimat qilishi, asosiy qatlam tashkilot qurilishi, yezdardagi emgak kuchlarini ish qo'rlashtirish qatorliq ahvollarni egiladi hamda diniy zotlar bilan samimiy fikr almashtirdi. Erkin Tuniyaz munolarni ta'kidladi. Terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni puxta olg'a surib, Pujang tajribasi, Fengchao tajribasi yondash yurgiziladigan asos qatlamni idora qilish tajribasidan o'rganib, o'rnak olib, jamiyat idora qilish iqtidorini oshirib, ommaviy xizmatni chin dil, chin mehr bilan kuchab yaxshi ishlash kerak. Yuqori saviyada sirtqa ijibitishni zo'r kuch bilan olg'a surib, rayon boyliq siyosat jihatdagi o'zgacha afzallikdan yaxshi yetarli foydalanib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga ijibitish ko'rik beshi istiqomi barpo qilish kerak.
Cho'ng turlarni baldur ishga kirishtirishga, baldur unum yaratishga turtki bo'lib, omil kapolatini ching tutib, tijorat savdo muhitini yaxshilab, korxonalarga naf foyda yetkazish mulozimatini kuchaytirib, tijorat asosiy gavdalarining xotirjam tijorat qilishi, ko'ngli to'q taraqqiy qilishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Ish qo'rlashtirish xizmatini gavdalik o'rniga qo'yib, odam ishiltish ehtiyoji va ommaning ehtiyojiga ching qadilib, tarbiyalashning qaratmalikligini kuchaytirib, muqim ish qo'rlashishga kuch qo'shib, ommaning kirimini uzluksiz oshirish kerak. Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin shujisi, Maliya iqtisod komiteti ishxonasining mudiri Zhang Chunlin yaqinda Urumchi shahri Fukang shahrida davlat elektr tori Xinjiang Xinjiang Fukang tartma suv elektr stansiyasi Ganchuanpu 750 kilovoltlik to'q yetkazish besim o'zgartirish qurilish maydoniga berib, elektr energiya qurilishi, korxonalarning bexatar ishlab chiqarishi qatorliqlarini tekshirib tadqiq qildi. Zhang Chunlin munolarni ta'kidladi. Siyosiy yuksaklikni o'stirib, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasini o'rganish, izchillashtirish, bosh tema tarbiyasini qanot yedirishni oshkor qilib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, elektr tori tur qurilishlarini tez olg'a surib, Urumchi Sanji Shixanzi rayonining atmosfera bulg'anishini tuzashga faol tuhfa qo'shish kerak. Strategiya tafakkurida chang turib, bir qism elektr tori ul asiha qurilishi turlarini oldin muvofiq joylashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuchli quvvat qo'shish kerak. Yangilik yaratish tafakkurida chang turib, yangi texnologiya, yangi material, yangi jabduq, yangi texnikani dadil qo'llanib, qurilishning bexatarligi va iqtisodchanligini oshirish kerak. Sistem tafakkurida chang turib, bir tutash planlashni kuchaytirib, moslashib hamturtki bo'lib, birikma kuch shakllantirib, tur qurilishlarni yuqori o'lcham, yuqori unumda olg'a surish kerak. Mas'uliyatni zimmiga elishni yanada kuchaytirib, qurilish muddatini muvofiq o'rlashtirib, qurilish sifati kapolat qilib, asosiy qurilish turlarini qaralda ishlab chiqarishga kirishtirib, rolini joriy qildirishga haqiqiy kapolat qilish kerak. Bosh tema tarbiyasining natijasidan yaxshi foydalanib, tekshirib tadqiq qilishni keng avj oldirib, masalalarni hal qilishga turtki bo'lish kerak. Kelgusi taraqqiyotni ko'zlab, turlarning iqtisodiy unumi va ijtimoiy unumini joriy qildirishga ahamiyat berib, ekologiyani qo'g'dash, manzara shakllantirish, ko'kartish, sayohatchilik, istirohat qatorliqlarining birikma iqtidorini kuchaytirish kerak. Bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tuzumini qattiq amallashtirib, qurilish qilinayotgan turlarda yan to'liqda bilinish, tonilda havo almashtirish, egizlikda mashg'ulot qilish qatorliqlarda bexatarlik oldini olish tadbirlarini inchiki amallashtirib, bexatar ishlab chiqarish hodisalaridan saboq olib, birini bilish orqali boshqalarni bilib, mas'uliyatni ching'itib, yuqori sifatli taraqqiyotga bexatar muqim muhit yaratish kerak. Şinjanның ахыргача Şinjanның 645 milliard 860 million kilowatt saat toki sirtqa yetkazildi. Bu bütün memleketdeki 1 milliard 400 million adamның 200 kunlik tok işletish miqdoriga barobar. Bunun 179 milliard 779 million kilowatt saati yangi energiyalik tok bo'lib, sirtqa umumiy tok miqdorining 27.84%ni egalladi. Şinjanda hozir sirtqa tok yetkazilgan ikki o'zgarishchan, ikki turaqliq tok yetkazish liniyasi bor. Ishki o'zgarishchan tok yetkazish liniyasi sirtqa yetkazgan tok 133 milliard 144 million kilowatt soatga. Qumulning janubiy Jingzhou musbat manfiy 800 kilowattlik turaqliq tok yetkazish qurilishida sirtqa yetkazilgan tok 317 milliard 727 million kilowatt soatga. Sharqi Jungar janubiy Anxuy musbat manfiy 1100 kilowattlik alayda yuqori besimli turaqliq tok yetkazish qurilishida sirtqa yetkazilgan tok 194 milliard 990 million kilowatt soatga yetdi. Şinjan dövlətimizin muhim energiya bazası bo'lib, avtonom rayonimiz boyliq afzalligini taraqqiyot afzalligiga aylantirishga turtki bo'lish, butun mamlakatning elektr energiya ta'minotini kafolatlantirish umumligiga mulozimat qilish uchun Şinjanning tokini sirtqa yetkazish qurilishini boshlagan. Şinjanning tokini sirtqa yetkazadigan birinchi liniya Qumul Dunhuang 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi 2010-yili 11-oyda. Ikkinchi liniya Yandong Shazhou 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi 2013-yili 6-oyda tamomlandi. Şinjanning tokini sirtqa yetkazadigan tunji alayda yuqori besimlik elektr liniyasi musbat manfiy 800 kilovoltlik Qumulning janubiy Jingzhou turaqliq tok yetkazish qurilishi 2014-yili 1-oyda bitib ishga kirishtirildi. Elektr besimi dunyo bo'yicha eng yuqori, tok yetkazish sig'imi eng cho'ng, tok yetkazish orliqi eng yiroq, texnika saviyasi eng ilg'or bo'lgan Sharqi Jungar janubiy Anxuy musbat manfiy 1000 kilovoltlik alayda yuqori besimlik turaqliq tok yetkazish qurilishi 2019-yili 9-oyda bitib ishga kirishtirildi. Bunun bilan Şinjanның tokini sirtqa yetkazishda ikki o'zgarishchan, ikki turaqliq tok yetkazish liniyasidan iborat 4 liniya andisi shakllandi. Bu yil 3-oyning 31-kuniga qadar Şinjan elektr torining generator umumiy sig'imi 117 million 211 ming kilowattga yetib, g'arbiy shimol bo'yicha 1-o'rinda, mamlakat bo'yicha oldin qatorda turdi. Yangi energiyalik generator sig'imi 43 million 170 ming kilowattga yetib, Şinjan elektr toridagi generator umumiy sig'imining 36.83%ni egallab, generator ko'lami jihatda mamlakat bo'yicha 6-o'rinda, g'arbiy shimol bo'yicha 1-o'rinda turdi. Şinjan bu yil yana Şinjanның tokini sirtqizadigan 3-turaqliq tok yetkazish liniyasi Qumulning shimoliy Chongqing musbat manfiy 800 kilovoltlik turaqliq tok yetkazish qurilishini boshlaydi. 14-5 yillik yirik plan mezgilida elektr to'g'ri
milliard yuan mablag' silib, 2025 yilga barganda 7 aylanma to'r orqali Xinjiang ishini to'q bilan ta'minlaydigan 6 liniya orqali Xinjiang sir to'q yetkazadigan asosiy to'r ramkasi amdisi shakllantirib, cho'ng elektr to'rining traklik roli kabalatlantirish iqtidorini yanama oshirdi. Bu yil kirgandan buyon dunyo bo'yicha eng cho'ng zish quramtashliq neftlik Xinjiang neftlik shirkati Manaskuli neftlik rayoni ishni boshqarish amdisini yaxshilash va texnik o'tkilga hujum qilishni kuchaytirishdan boshlab, burg'ulash sur'atini tezlitishning o'lchamlashgan texnika amdisi tuzish, o'lchamlashgan ulgu quduq orqali yetaklash qatorliq 6 turlik boshqarish yangi amdisini ijodiy yo'lga qo'yib, ishlab chiqarish iqtidori qurilishi va neft tabiiy gaz elish qadamini uzluksiz tezlatdi. Bir gavdlashtirish qurilishi texnikani yaxshilash orqali ulgulik quduq barpo qilindi. 5-rayon Janubiy rayon bo'ligidagi HW 2024 quduq yaqinda o'ngishliq burg'ulandi. Burg'ulash davri 35,124 kun. Tamomlash davri 44,122 kun bo'lib, 2022 yildagi eng tez burg'ulash davri bo'lgan 57,167 kunga selishtirganda 39%. Eng tez tamomlash davri bo'lgan 65 kunga selishtirganda 32% teziltilib, bu rayonning burg'ulash davri va tamomlash davri rekordi yangilandi. 5-rayon Janubiy rayon bo'ligi HW 5010 quduqining gorizontal burg'ulanish cho'nqurligi 1283 metr bo'lib, 50 kunda tamomlash mo'ljallanadi. Bu shu rayonning 2022 yildagi quduq burg'ulash o'tirich davri bo'lgan 86 kundan ko'p tez. Aloqador statistikalarni qildik. Hozir tamomlangan 7 ulgili quduqning burg'ulanish vaqti 2022 yildagidan 31% qisqa bo'lib, burg'ulash sur'atini tezlatish unumi ko'rinarli bo'ldi. Yil beshidan hozirgacha Manaskuli neftliki jami 90 quduq burg'ulashni boshladi. Buning 44 bitdi. Jami 322,800 metr burg'ulanib, yangidan 207,300 tonna ishlab chiqarish iqtidori shakllanib, turli ko'rsatkichlar ilgirkilardagidan zo'r darajada oshdi. Manaskuli neftlikining ko'lami 7300 kvadrat kilometr, zapsi 1 milliard tonna bo'lib, Jungodagi oz uchraydigan neft markaziy to'plangan balbaq hisoblanadi. 2015 yili ko'lamlik o'zlashtirilgandan buyon Manaskuli o'zgichiligiga ega odatdan tashqari neft tabiiy gaz charlash, o'zlashtirish va burg'ulash sur'atini teziltib, mahsulotni ko'paytirish amdisi barpo qilinib, 5 million tonnalik ishlab chiqarish iqtidoriy nishonini amalga oshirishga yaxshi ul selindi. Bu yilning birinchi faslida avtonom rayonimizning har qaysi joylaridagi turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazlari qarz normasini ko'paytirish, shaxsiy hisobotdagi pulni ilish qitimini ko'paytirish, oldin topshiradigan pul nisbatini tuvallatish, bejirish tartibini oddiylashtirish qatorliq tadbirlar orqali turalg'u ommaviy fondining hayotiy kuchini unumli qo'zg'atib, turalg'u ommaviy fondini yig'ish, elish, qarz kasbini bejirishni ko'paytirish nishonini amalga oshirib, avtonom rayonimizdagi turalg'u ommaviy fondi topshirganlarning turalg'u ehtiyojini kafolatlantirdi. Әмділі xizmatga chiqqan Вушу Ақсу viloyatlik Turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazidagi xizmatchilarning yetakchiligida shahar yeng aholilari Turalg'u ommaviy fondini boshqarish kasbini bajardi. Bu yeng kasb Вушуga o'xshash jonliq ish qo'rlashganlarni Turalg'u ommaviy fondi qarzining foydasidan bahramand qiladi. Erkin kasb bilan shug'ullanuvchilarmi Turalg'u ommaviy fondi qarzi iltimos qilib uy setib ololadigan bo'ldik. Buningda xeyli ko'p chiqim tejilib qoldi degan. Ақсу viloyati Turalg'u ommaviy fondini yig'ish ko'lamini kengaytirish salmog'ini sijil aytqashqa, birinchi faslda yangidan Turalg'u ommaviy fondini topshirish hisoboti oshgan ishchi xizmatchidan 7967 ko'payib, bulturqi shu mazgilligidan 70% ga yaqin oshdi. Növbətdə avtonom rayonumuzda Bortala, Ақсу, Bayınğulundan ibarat 3 joyning Turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazi jonliq ish qo'rlashganlarning haq topshirish kasbini yo'lga qo'ydi. Boshqa joylardagi Turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazlari o'z yerining amaliy ahvoliga qarab ish ko'rib, ommaning turadigan uyi bor bo'lishga turli tadbirlar bilan yordam berdi. 2023 yili uy setilish to'xtami imzolagan hamda er-xotin har ikkisi normal haq topshirgan ishchi xizmatchilarga beriladigan Turalg'u ommaviy fondi qarzi yuqori cheki 800 ming yuandan 1 million yuanga o'stirildi. Qarz summasi ischotlik qaldiqning 10 hassasi bo'yicha hisoblashdan 15 hassasi bo'yicha hisoblashga o'rnatildi. Turalg'u ommaviy fondi qarzi ilib, yangi tovar uy setilishda har kvadrat metrning baho yuqori cheki 13600 yuandan 14960 yuanga tengshildi. Bu yil birinchi faslda Xinjiangda Turalg'u ommaviy fondi haqqi topshirgan ishchi xizmatchi 2,185,600 ga yetib, bulturqi shu mazgilligidan 1,51%. Yangidan hisoblashgan ishchi xizmatchi 65,326 ga yetib, 30,24%. Topshirilgan haq 13,733 million yuanga yetib, 12,62% ko'paydi. Turalg'u ommaviy fondidagi pulni elish jihatda birinchi faslda avtonom rayonimizda haq topshirgan odam 700 ming. Elingan Turalg'u ommaviy fondi 13,561 million yuan bo'lib, bulturqi shu mazgilligidan 8,14% va 34,47% ko'paydi. Avtonom rayon bo'yicha 24779 qitimda 10,766 million yuan qarz tarqatilib, bulturqi shu mazgilligidan 54,4%, oldingi qitimlik statistikadan 343,41% ko'paydi.
Joylardagi turalg'u ommaviy fondini boshqarish markazlarining uy ijara haqqi topshirish uchun turalg'u ommaviy fondini elish shartini qo'yib etishiga, ko'p farzandlik oilalarning ijara haqqi topshirish uchun, shahar yangi aholilari va yoshlarning mutlaq ehtiyoj sababidan ijaraga olgan uyning haqqini topshirish uchun turalg'u ommaviy fondini elishini qo'llash salmoqini zo'raytishiga, uy ijara berguvchi asosiy gavdalar bilan hamkorlikni kuchaytirishiga yetakchilik qilib, turalg'u ommaviy fondining haq topshiruvchilarining turadigan uyi bor bo'lishiga, o'ltirishga bop keladigan uyi bor bo'lishiga kuch qo'shish rolini haqiqiy joriy qildiramiz. 2023 yıllık Congo Marka Günü faaliyeti 5. ayının 14. günü Şanxay'da muvaffaqiyatli ayaqlaşdı. Şinjan vekilleri ömükideki naq meydanda körgezmege qatnaşqan 13 karxana ügünüş, almashtırış, umumlashtırış ve təşviq qilish jarayonida mislsiz marka ishonchini namoyon qilib, markasının ta'sir kuchini unumli oshirdi. 2023 yıllık Cungo Marka Günü faaliyetida Şinjan'ni marka arqılıq güllendirish baş temasida ko'rgazmaga qatnashdi. Ko'rgazmaga qatnashtirilgan 13 marka Abdum rayonimiz nuqtaliq taraqqiy qildiradigan neft ximiya sanoati, davolash va dorigarlik, yenik sanoat, yemaklik, to'qimachilik, kiyim-kechak, bog'vanchilik, chorvachilik, yezigilik qo'shimcha mahsulotlarni pishiqlash, madaniyat, sayohatchilik qatorliq o'zgacha kasblarga chetiladi. Bir qancha kundan buyon Şinjan Tianlay chorvachilik shirkatining yeshil organik oliy sifatli koli go'shti mahsulotlari savdogarlarning olqishiga erishdi. Şinjan yaxshi joy va Şinjan so'g'isi qatorliq o'zgacha markalar jo'lalandi. Dixuy yaxshi buyumlari, Silu, Nishan qatorliq yangi markalar ko'pchilikning diqqatini tortdi. Mahsulotlarning danqi oshdi. Marka yuqori sifatli taraqqiyotning muhim simvoli. Marka qurilishini kuchaytirish xalqning go'zal turmushga bo'lgan ehtiyojini qondirishdagi muhim yo'l. Navbatda Şinjan marka qurilishini kuchaytirib, bir qator siyosat tadbirlarini chiqarib, marka yetishtirish, taraqqiy qildirish, zo'raytirishni ilgari surib, o'zgachiligi ro'shan, afzalliklar to'plashgan, kasblar yo'g'rilgan, bozor raqobat kuchi kuchli bir turkum o'zgacha afzal kasblarni shakllantirdi. Xos bilim mulk huquqiga va davlat ichki sirti bozorlarda yadroliq raqobat kuchiga ega dangliq sifatli korxona va mahsulotlarni yetishtirib, 8 cho'ng kasb to'pi taraq qilingan zamonaviy kasb sistemasi barpo qilib, Şinjan iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni muhim tarakki ega qildi. Marka qurilishini boshlamchi qilib, ijodchan, sifatli bo'lish iqtidorini oshirayotgan texim ko'p Şinjan korxonalarini ko'rdik. Marka qurilishiga turtki bo'lish Şinjanda butun jamiyatdagilar o'rtaq intilgan nishonga aylandi. Marka qurilishi orqali mahsulot sifatini o'stirib, kasblarining taraqqiyotini tezlatib, Şinjanning texim ko'p markasini butun mamlakat, hatto dunyoning e'tirof qilishiga erishtiramiz. Abdunum rayonimizdagi oliy maktablar maktab bitkizdiganlarning ishga o'rinlashishini olg'a surish uchun yil beshidan hozirgacha 741 maydon qaytim xizmatchi taklif qilish faoliyati o'tkazdi. 12600 necha korxona, 80400 necha ish o'rni bilan ta'minladi. Faoliyatga qatnashgan o'quvchi 229 ming odam qaytimdan oshdi. Şinjan sanoat qurilishi sho'yani yaqinda kasblar bo'yicha ehtiyojli maxsus xizmatchi taklif qilish faoliyati o'tkazdi. Şinjanning har qaysi joylaridagi zavod, korxonalar xizmatchi taklif qilishga keldi. Bu yil o'qish bitkazadigan Nurjanat Quvonqon faoliyatda ko'ngildagidek xizmat tepib, ish qurilish muddanomasi hosil qildi. Şinjan sanoat qurilish sho'yani bu yil korxonalarni ziyorat qilib, ish o'rnini ko'paytib, ish qurilishini ilgari surish harakatini cho'nqur qanot yaydirib, ish o'rinlarini keng ko'lamda qazib chiqdi. Navbatda 381 korxona bu yil o'qish bitkazadiganlarni 46 ming ish o'rni bilan ta'minladi. O'qish bitkazadigan 4900 o'quvchining ish qurilishi nisbati 59% ga yetdi. Bu yil Abdunum rayonimizda oliy maktab bitkazadiganlarning soni ilgirki yillardagidan xeyli ko'p. Abdunum rayonlik ma'rif nazorati yaqinda oliy maktab bitkazadiganlarning ish qurilishi xizmatini olg'a surish yig'ini ichib, Abdunum rayonimizdagi har qaysi oliy maktablarni maktabda xizmatchi taklif qilishdagi asosiy yo'lliq roli va o'rta kichik korxonalarni ish qurilishiga jalb qilish rolini to'liq joriy qildirishga yetaklab, o'z oldiga ilik tiklashni zo'r kuch bilan qo'llab, 10 ming korxona maktabga kirish planini yaxshi amaliylashtirib, ish qurilish mulozimati sistemini takomillashtirib, ish qurilish yetakchilik mulozimatini puxta inchik qilib, o'qish bitkazgan texmi to'liq, texmi yuqori sifatli ish qurilishini ilgari surdi. O'qish bitkazadiganlarning ish qurilishini ilgari surish davomida o'quvchilarning amaliy ahvoli va kasb yo'nalishiga asosan o'quvchilarni o'xshamagan ish o'rinlarida tezlikda ish qurilishiga yetaklaymiz. 7-oyda maktabimizni bitkazganlarning ish qurilishi nisbati 80% ga yetdi. Bu yil ehtiyoj kirgandan buyon 30 necha maydon har xil xizmat taklif qilish faoliyati o'tkazib, o'quvchilarni 10 necha ming ish o'rni bilan ta'minladik. Ish qurilishi qiyin o'quvchilar to'pini muhim nuqta qilib, korxonalarni ziyorat qilib, ish o'rnini ko'paytirish xizmatini davomli qanot yaydirib, o'qish bitkazadiganlarning ish qurilish yo'li va ish o'rnini uzluksiz ko'paytiramiz. Abdunum rayonlik birinchi navbatlik kasbiy texnika mahorat musobaqasi, hal qilg'ish musobaqasining har qaysi musobaqa turlari Şinjan temir yo'l texnik tarbiyalash sho'yani, Şinjan sanoat qurilish sho'yani, Qaramay shahri O'rqu rayoni qatorliq 12 musobaqa nuqtasida o'tkazilyotdi. 1106 mahir musobaqalashib, ortiqchiligini namoyon qildi. Şinjan kasbiy dasho musobaqa nuqtasida suv bartaraf qilish texnika musobaqasi nihoyat kaskin o'tkazildi. Mahirlar orasida korxonalarning texnik ustunlari ham oliy maktablarining o'qituvchi-o'quvchilari bor. Musobaqa jarayonni avtomatlashtirish va tajribaxonada aralashtirib yaxshilash tajribasidan iborat ikki bo'lakka bo'lindi. Hamda bu ikki turni 3,5 soatda tamomlash talab qilindi.
Musobaqadagi suv bartaraf qilish uskunasi davlatlik va xalqarалық musobaqa o'lchami bo'yicha tayyorlangan bo'lib, mahirlarning suv bartaraf qilish texnika mashg'ulot iqtidori sinildi. Ilgari bundoq ilg'or uskunni ko'rib baxmabdi ekanman. Mashq qilish orqali ko'p narsalarni bilib oldim. İqtidorimni xeyli yaxshi joriy qildirdim. Bu musobaqa turi oliy maktabda o'rgangan kasbimga munosabatli ishkan. Qaytgandan keyin bu yerda o'rganganlarimni o'quvchilarga so'zlab beraman. Mahirlarning mashg'ulotga pishchiqlik darajasini universal baholaymiz. Mahirlar inchiqalqlardan umumiy jihatgacha intayin astoydil bo'lib, bir qator mashg'ulotni tamomlashi zarur. Avtonom rayonning nuqtalik kasblarini cho'rida ta'sis qilingan hosili energiya musobaqa turi dunyoviy o'lchamdagi musobaqa turi bo'lib, vaqti 8 soat. Asosliqi mahirning hosili energiyani yig'ib olish, pishiqlab qayta taqsimlash loyihasi va yurishtirish asrash mashg'uloti saviyasida yuritildi. Mahirlarning sistemini qurashtirishdan simni ulab tangshashkichi bo'lgan butun sistemini bir gavdalashtirib, eng oxirida tok chiqarishqichi bo'lgan jarayondagi har xil texnik mahorati va kasbiy bilimi, nazariya bilimlariga nihoyat yuqori talab qo'yildi. Avtonom rayonlik 1-navbatli kasbiy texnika mahorat musobaqasining hal qilg'uch musobaqasida 37 tur ta'sis qilindi. Buning ichida musobaqalashish turi 30 bo'lib, dunyoviy musobaqa o'lchami, davlatning kasbiy o'lchami va shu kasbning qoidasidan foydalanib, texnika qoidasi, tur texnika hujjati tuzilib, musobaqa imtihon savoli chiqarildi. Bu qitimqi musobaqa turiga nomer qo'yish orqali texnik mahorat saviyamni belgilik darajada o'sdi. Bu musobaqa maktabimizning elektr energiya sistemasi, mashinasozlik elektron uskunalarini qo'g'dishi va bioaql qo'llanishchan texnikalik shamol elektr stansiyasini boshqarish yo'linishi, kasb qurilishi, korxona mutaxassisini nihoyat yaxshi taklif bilan ta'minladi. 5-oyda Onson nahiyasidagi paqiliq yayligi ko'kirib go'zal tusga kirdi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganningizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.